Assalomu alaykum oshxonaviy velishkozlari. Biz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib ustanovka qildik bu oshxonaviy oldi fasadi platina laminatdan bo'ldi. Kafelarni qora qildik, mo'ykalari ham qora patsvet, doskalari har doimgidek qora, rossiyskiy doska qo'yildi. Bu vitichkalarigacha ilib qo'ydik, gaz plitalarini teshib o'rnatib berdik. Xo'p, tuz quruqcha qo'yadigan xolodilnik tepasini ham katta qilib ichlarini chuqur qilib berdik. O'z sekin tortib yopaveradi. Xo'p, oshim oshig'i davchi, ruchkalari turba qo'yilgan. To'rttadan qatirilgan. Xo'p, tortmalari ham o'z sekin tortib yopaveradi. Nimalari ham, ruchkalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Xo'p, bu joyimizgacha teshib tayyor qilib tushirib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha turbalarini ham ilib qo'ydik, sochiq ilish uchun magnetlarni qo'yib qo'ydik. Bu oshxona mebelimizni bo'yi 2,20 hisobda, chunki bir 2 sm pastroq 2,18 sm bo'ldi. Patologgacha tirab berdik. Bu oshxona mebelimizni bu joyimizdan boshlab xolodilnikni u boshigacha 540 sm joyiga olib kelib ustanovka qildik. Metri 1,700,000 so'mdan. Xo'p, bu chekadagi xolodilnik o'rnini chiqarib yuboramiz. Shunda общий joyimiz 8,600,000 so'mga mana shu oshxona mebelimizni olib keldik. Bularni gaz plitasi bizdan emas, vitovoy texnikasi bizdan emas. Bizdan bo'ladigan narsalari kafeli, diod chirog'i, magneti, sochiq ilgichi, xo'p, mo'ykasi, xo'p, tortmasining ichidagi plastik shushulkasi bizdan bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'pchilik tushunmayotgan narsa, xo'p, hammada bo'layotgan gap, mana shu xolodilnik tepasi, mana shu joyimiz 60 sm dan 2,20 bo'ladigan bo'lsa, 30 sm mana shu tumbaga hisoblaymiz mana shunga. Endi mana bu joyimizda gaz plitamiz bo'lgan sababi mana shetga butun gaz plita bo'ladigan bo'lsa 30 sm chiqarib yuboriladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa 30 sm chiqarilmaydi. Shunda razmerda o'zida o'tib ketaveradi. Chunki vitichkani o'raganimiz hisobiga. Yana bir savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozib yo nima qilaverasizlar. Hammaga rahmat, juda chiroyli kommentariyalar yozyapsizlar. Oshxona mebelimizni Xudo xolasa buyurib nasib qilsin. Ilhomjon akamizga olib kelib berdik. Andijon viloyati Baliqchi tumaniga. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarimizni yoritib boryapmiz. Gaz plitalarini ham chiroyli qilib o'rnatib qo'yganmiz. Ularni tayyor, shu gazda ulab ishlatilsa bo'ldi. Pechlari ham juda chiroyli tushdi, razmerlariga birga-bir bo'lib. Taylariga barlarni ham qo'yib berganmiz, ichlari chuqur. Ko'pchilik razmerini so'raydi. Doskaning razmeri 60 sm bo'ladi, tepasi, eng tepasi 35 sm bo'ladi. Xolodilnik tepasi xolodilnik bilan bir xil bo'lib chiqib turadi. Sababi odam olganda qo'li yetish uchun chiqarib qo'yiladi. Juda chiroyli qilib buni ham ishlatish uchun oson bo'lsin deb oldilarini ham keng ochiladigan qilib berdik. Kattaroq narsalari bemalol sig'averadi. Xo'p, hammaga rahmat. Bittadan like, podpiska bosib, tanish-bilishlarga ulashib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni yoritib boryapmiz. Hammaga rahmat. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga shunaqa ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tanish-bilish qarindosh urug'larga bemalol jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.